Akvaplast polimiz topli pol bo'lgan, eshiklarimizgacha zo'rini qo'yilgan. Общий kvadraturasi 128 kvadratli kvartiramiz. Kvartira birinchi etajda. Xo'p, birinchi etaj bo'lishiga qat'iy nazar, mana uni topli pol qilib qo'yganlar. Holni ko'ryapsizlar, kafel boshqanlar. Rosa chiroyli dizayn chiqqan. Общийga bitta sanuzelimiz bor. Bu общий mehmon kelsa boshqaga, bu sanuzel. Mana bu spalniydagi отдельный sanuzeli bor. 4 xona, 5 xona hisoblayverasiz. Mana bu sanuzelimiz. Bunimiz spalniy. Spalnigimiz ayni ko'chaga qaragan, mana romlar ham akvaplast qo'yilgan, mana otoplenalari, qovurg'alari ham qo'yib qo'yilgan. Hamma yo'g'i tayyor parket MDF bu rossiyskiy shisha kelishyapti. Yaxshidan ekan. Qo'lga chiqqanda yana bitta xonamiz. Mana shu oshxona bo'lsa kerak. Oshxonadan balkonga chiqamiz. Balkon. Xullas, mashetdagi oshxona. Balkonga olib chiqilgan ekan, hisobda 4 xona, 5 xona hisoblayverasiz. Eng qizig'i tashqarida огород bor, uni tashqariga chiqqanda ko'ramiz. Mana razvedka kulcha'tirlari tayyor turibdi. Bo'yalganda qo'yish kerak. Endi qo'yib qo'yishadi, kelgunlarigacha qo'yib qo'ysa kerak. Mana bu mehmonxonamiz, mehmonxona ham tuzukkina. Общий 128 kvadrat, birinchi etajda Farg'ona shahrida. Dagachamiz tashqaridan aytib o'tib ketamiz. Bitta koridorni ko'ramiz o'zimiz. Mana qo'l koridorimiz ham bunaqa tosh yopishtirilgan. Granit qilingan ekan, eshiklarigacha yaxshi. Kvartiraning eshigigacha cho'tkisini qilib qo'yilgan. Birinchi etaj zo'rda sokinli kameralarni, zakitli zona. Chiqishimizga mana огородni aytayaptilarki, огород mana shu uyni kirdilar. Mana so'rtayigacha. Mana shu so'rtayi bilan shu uyda огородni o'zlari qilgan ekanlar. Mana shu yo'ldan shuni o'ngga yursiz, Farg'ona shahar Frunskiyga chiqasiz. Chap mana pub. Pubni oldida ekan, Farg'ona shaharning markazida mana birinchi etajda. So'raganlarga jo'natib qo'yamiz. 82 ming kami bor. Pastki raqamlar barakaga. Biz bilan ulansalarning Farg'ona, Marg'ilon, Kirgili tashlab ulanishga davom etamiz. Sizlardan faqat yangi kanalimizga podpiska, like, kommentariya. Sog' bo'linglar.